RVPO orqali VNG olish mumkinligini bilarmidingiz? Assalomu alaykum. Ko'pchilikka ma'lumki, biz RVPO, ya'ni o'qish asosida vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini qanday qilib olish mumkinligini ma'lumot berib o'tgandik. Bugun esa RVPO asosida qanday qilib VNG, ya'ni Vitne jitelslarni olish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Agarda sizda RVPO, ya'ni o'qish asosida vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi bo'lsa, demak siz VNGni oson, soddalashtirilgan tarzda olish imkoniyatiga egasiz. Rossiya qonunchiligiga ko'ra, oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilari RVPO asosida VNGga kvotasiz ariza topshirish imkoniyatiga ega. Nega aynan RVPO muhim? Rossiyada qonuniy yashash imkonini beradi. Universitetni bitirgach, VNGga oson o'tish uchun asos bo'ladi. Kvota kutish shart emas. Ariza berish muddati oliy ta'lim muassasasini bitirganingizdan keyin 3 yil mobaynida VNG uchun ariza topshirishingiz mumkin. Muddat o'tsa, imtiyoz bekor qilinadi. Kimlar murojaat qilishi mumkin? RVPO egalari, kunduzgi bo'lim bitiruvchilari, davlat akkreditatsiyasi asosida oliy ta'lim diplomiga ega bo'lganlar. Agar sizda o'qish davomida RVPO bo'lmagan bo'lsa, VNG uchun boshqa asos talab qilinadi. RVPO orqali VNG olish uchun qanday hujjatlar kerakligini video opisiyaniyasida yozib qoldirganmiz. VNG olishda eng ko'p uchraydigan xatolar: Rossiyadan 6 oydan ko'p chetda bo'lish, ma'muriy jarimalar, noto'g'ri ma'lumot ko'rsatish, sud majburiyatlari. RVPO sizga qonuniy yashash va VNGga oson o'tish uchun kuchli huquqiy asos. VNG esa barqarorlik, erkin ishlash va uzoq muddatli rejalar imkoniyati. Imkoniyat bor ekan, qo'ldan boy bermang.